Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva. Yangi Fanta Dushess. Fanta uslubidagi Dushessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan yana Noyer Nabiyev. Bugun bizda Noyer oshxonasi ko'rsatuvi, mehmon Yunka. Assalomu alaykum. Sani deb 10 yilga qaradim. Sani deb dunyo tanidi. Сказала, не надо было на базар идти. Курвасlar, ну базарda нормально narsa bo'lmaydi hech qachon. Какой кошмар. Зачем? И чё? Uzmoniymi? Svecha vaqtida almashsa yurar zo'r. Bu точно bankrot qiladi mana. Bu bo'ldi, aka. Nima bo'lishi? Arzonrog'ini topamiz. Astag'firullah, astag'firullah. Мне страшно. 50 тысяч килограмм. Pishadimi? Butunlicha ovqat yemayman-ku. Hididan biladim pomidorni. Zo'r, ajoyib, ajoyib. Zapravkada qiynalmas akalaring. Yunka, boshsan. Nima yaxshi ko'rmaysiz? Jala o'zingni. Baqirma menga. Yosh qizlar qahramonimni olib qarasak. Xullas, Yunka bilan bugun biz nima ovqat qilamiz? Bugun bizlar qizil baliqni pishiramiz, chunki men ovqat qilishda ja o'zimni zo'r deb hisoblayman. Pishadimi bu? Butunlicha ovqat yemayman-ku. Ha, aytgancha, bugun men hozir ro'zaman, ro'za oyi, конечно. Yunka menga iftorliga ovqat tayyorlaydi. Quvamizni yaxshi chiqadi deb. Yoniga qanaqadir yaxshiroq garnir. Nima yaxshi ko'rasiz? Makaron, grechka, guruch. Makaron yoqadi. Guruch yoqmaydi. Все, отлично. Значит, макаронni qilamiz. Такой zo'r, yaxshiroq такой красивый макарончик olamiz и baliqni yoniga qo'yib beramiz. Так что думаю, что och qolmaydilar. Да, meni oyim kichkinaligimda meni ovqat qilishni o'rgatmagan, pul ishlashni o'rgatgan meni. Chunki kichkinaligimda ovqat qilmoqchi bo'lgan paytimda oyim menga aytgan: "San qo'ling noto'g'ri joydan o'sadi. Qilmagin, sen menga oshxonani yondirib olasan. Qilmagin." Men qilmadim. Ну, katta bo'lib qolgandan keyin ovqat yegim kelyapti, значит, pul ishlashim kerak. Pul ishlashni o'rgandim va ovqatni zakaz qilaman har doim. Endi pul ishlashni o'rganding, endi ovqat qilishni ham o'rganasan hozir. Baliq pishirishni bilaman. Bo'ldi. Endi Yunka bilan hozir biz bozorga kirib, savdolashib, baliqqa kerak bo'ladigan masalalarni olib chiqamiz. Ha, aytgancha men hech qachon bozorga chiqmaganman. Ha, Yunka hali birinchi marta Toshkentda hech qanaqa bozorga bormagan ekan. Bugun mana savdolashni o'rgataman. Oldimga tush. Хорошо. Не знаю, zачем meni olib keldi bozorga. Hamma narsalarni oddiy supermarketda olish mumkin edi-yu. Zачем? Oddiy supermarketda biz savdolasha olmaymiz. Вообще savdolashish kerak emas menimcha, chunki odamlar narxini qo'yib anaqa qiladi. Nima qiladi? Pul ishlaydi, oilasini boqadi. Zачем savdolashish? Voy, otang bozor, onang bozor degan gap bor o'zbeklarda. Onam Savdolashish kerak. bozorga boradi, savdolashmaydi ular. Savdolashish- Ular ham oladi oddiy narxda. Savdolashish bu sunnat. Maslo ishim oddiy. Xo'p, maslo. Мой. Вот оливковое масло. Идем. Я на вот таком готовлю дома. Shumi? Да. O 70 ming turar ekan. И чё? Yog'ga 70 ming qimmat emasmi? Bu оливковый yog', oddiy yog' emas. Oddiy yog'da qilsa ham bo'ladi. O'zim olaymi? Yo, o'zim to'layveraman. Shu? Просто 70 minglik. Oy. Это oddiy yog' emas. Мой. Okay, eng qimmat yog'ingiz qanaqa yog' bu yoqda? Это не просто yog', это оливковый yog'. Bo'ldi, davay olamiz. Olivka emas. Оливковое масло, menga yozinglar. И вот макароны ham olish mumkin. Сразу, да? Shu yerdan o'rasan makaronni? Какие ты любишь? Qaysini? Menga farqi yo'q. Qaysi yoqda? Mana bunaqalari bor ekan. Makfa, вот такие макароны. Ha, yo'g'i? Bularni men tanimayman. Bularni kichkinaligimdan beri yeyman. Bo'ldi, davay. Такие, да? Вот. Shuni olamiz. Yana nima kerak? Все. Bo'ldi? Макарошки это, этот надо, как его, sariyog'. Sariyog' nimaga? Чтобы макарон, когда pishiribsizlar, чуть-чуть ozgina sariyog' qo'shish kerak, чтобы ular sinib tursa qilmasligi uchun такой вкусы молочныйroq, вкусныйroq chiqadi. Sariyog' ham bering. Да, prezident kichkinasidan bormi? Точно bankrot qiladi mana. Kattasi kerak emas, Olivka kattasi. emas. Oddiy yog'da ham qilsa bo'ladi-yu, oddiy yog'da ham. Oddiy yog'da maza chiqmaydi. Oddiy yog'da anaqa жирный chiqadi, это желудкаga ta'sir qiladi keyin. Lekin mana shuncha qimmat narsa olamiz, agar ovqat yomon chiqsa, Mayli, pulni qaytarib beraman, gap shunchalik puldami? bo'ldi, kelishdik. Bemalol. Oxirida gaplashamiz Yunka bilan. 112 ming. 112 ming? Да.
Qimmat-ku. Supermarketda торговаться hech kim Bu qilmaydi. supermarket emas-ku, bozor-ku, aka, to'g'rimi? Bitta 100 ming beraylik. 100 beraylik. Yo'q, 100 beraylik. Yo'q, yaxshi emas, men arzonroq topsamchi hozir. Voy, bu qiz bozorchi ekan-ku. Hozir arzonroq topsam, hozir xuddi shunaqa paketni 100 mingga olib kelsam tekin berasiz. Aniqmi? Ketdik arzonrog'ini topamiz. Точно? Точно? Qarang. Или 100 ming beramiz hozir. 105. Shu menga ham, sizga ham. Normalniy savdolashib qo'yapti, Shu, ishoninglar. 105 ming bering. Voy, blin. Yo'q, menga qarab bozorchi emasmisan? Yo'q. Точно? Точно. Bo'ldi. Lekin va qimmat narsa otgan bo'lsa ham, necha pul tushib berdingiz aka hozir? 7 ming. 7 ming. Da, 112 dedingizmi? Da, 112, 105 berdim. 7 ming ham katta gap lekin. Gap bo'lishi mumkin emas. Вообще-то baliqga spetsiya shart emas. Ну, ты хочешь специю, shunga so'rayapman, ko'ryapman. Baliqga spetsiya ham yo'q, qara lekin. Yo'q, xo'p, хотя бы ustidan sepishga nimadir kerak-ku, to'g'rimi? Chiroyliroq turish uchun. Ha, aka, balig'i ustiga sepishga qanaqa spetsiyalar bor? Sirani bor, Eronni yaxshi toza. Нет, zira не пойдет. Assalomu alaykum. Charchayapsizlar? Zira? Ko'ring mana Eronni toza ziralaridan, uka. Zira bo'ladimi? Kechirasiz. Uzr, o'sib o'tdi. Yunkami? Da, da. Charchayapsiz, ijodlayapti. Bo't, rahmat, rahmat. Hayotda ancha chiroyliroq ekansizlar. Rahmat. Ko'z sevasiz. Ozg'inroq ekansizlar. Ha, voy, hayotda aytaman-ku, yunka ozib qolgansan. Rahmat, rahmat. Nimaga? Oling, mayli, chiroyli qizlarga tekin qilib beramiz. Bunaqa chiroyli qizlar har doim. Oho! Yunkaga tekin? Ular meni savdolashishga Bitta- o'rgatyapti-da, ya savdolashmayman hech qachon. Ha, любой joyga borsa yunkaga tekin berib yuborishadi. Что такое? Siz bilan rasmiy ishlosi bo'ladi. Bemalol, bemalol. Yunkani fanatlari. Endi bunaqa chiroyli qizlar har doim keladi. Dop qolisizmi? Да, конечно, olib qo'yaman. Опа. Опа. Rahmat. Ну ладно, давай что-нибудь возьмем. Yaxshi tushmabdi. Boshdan olib qo'ying. Ha, bo'ldi. Hop. O'zinglarlik. Yo, bemalol. Bo'ldimi? Yaxshimi? Eplab rasmga ham olamiz ekan. Normalniy chiqdi-yu, yana nima xohlamas? Normalniy oldim. Все, menga вообще To'y qachon, uka? to'y. Kuyov yo'q, qanaqa to'y? Voy, men nima qilib turibman? Nima kulgilyapsiz, kechadan? Нет, нет. Nima kulgilyapti? Kulish mumkin emasmi? Все, не ругайтесь, пожалуйста. Bu yoqda syomka ketyapti. Пожалуйста, это съемка еще. Ha, bu yoqda syomka ketyapti, biz bemalol maza qilib turamiz. Bu bizani. Men bular bilan gaplashyapman. Voy, Allohni iltimos. Все. Давайте пойдем, пожалуйста. Nima bo'ladi? Urishmaylik. Rostdan-da. Пожалуйста, urishmaylik. Nima Iltimos. bo'lyapti, uka? Nima bo'lishi kerak? Men bular bilan gaplashyapman. Qattan bilasiz, bular yoqtirib qo'ygandirman bular bilan. Yo'q. Menga uni Bizda syomka ketyapti. Hop, menga uni Hop, bu yoqda syomka ketyapti. Siz bemalol savdoyingizni qilayman. Menga qarang, siz menga to'g'ri pavishat qilmang. Bo'ldi, Menga aka. qarang, shoshmang. Men bidrazumengizni oling. Siz kimsiz? Okey, ro'za Ramazon kunlari. Yo'q, Qo'ying bir-birimizni. Siz kimsiz? Siz bemalol savdoyingizni Bu qiling. yerda nima Men qilyapsiz? bemalol syomkamni Siz kimsiz? Bu yerda nima qilyapsiz o'zi? Menga qarang. Men bular blogerman. qattan bilasiz. Men bilan yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'rib. Это Sanjarga qo'ying. 1 minut aka, shoshmay turing. Пожалуйста. Ya qattan bilasiz, men bilan yaxshi ko'rib qo'ygandirman. Nomerlarni tanishmoqchidirman yaqinroqdan. Пожалуйста, не надо, не надо. Qo'ying, aka, не надо, savdoyingizni да. qiling, biz syomkamizni Всё, ham qilaylik. всё. Charchamang, Пожалуйста. sog' bo'ling, aka. Men 5 shop. Ne unaqa bemalol to'g'ri pavishat qilib charchamayni ketaverasizlarmi? Всё, обещаемся? пожалуйста. Oling mamani. Nima Olingizmi davomman, ne unaqa olsa. Это qo'ying, не ругайся. Qara nomer aytasiz. O'ralashma bo'tlada davommi, Это tushundingmi? qo'ying. o'zingni bos, O'ralashma bo'tlada O'zingni davommi. bos, ol bo'ldi. Давай, sog' bo'l. Bo'lmasa mushuk o'zim bilardim. Все, пойдем. Qo'y, kerak emas bunaqa narsalar, borib. Какой кошмар, ужас. Сказала, не надо было на базар идти. Ko'rasizlarmi, bozorda нормальный narsa bo'lmaydi hech qachon. Oddiy Yo'q, supermarketga borish kerak. Astag'firulloh. Xudo meni o'zi kechirsin. Unaqa gap bo'lishi mumkin emas. Nimaga kulayotganimni hozir tushuntirib beraman. Xullas, aktyorimiz kelgan ichkarida o'tiribdi. Hozir bilan ko'rishib, nima qilish kerakligini tushuntirib beraman. Ketdik. Xullas, qarochi tashqarida o'tiribdi unga. Bitta anaqa bilan gaplashamiz, zirachi bilan hozir. Anglizlar chiqib qo'ydinglar. Yo'q, hamma ovqatga zira olinadi-ku. Bilmayman qanaqa ovqat qiladi. Xullas, zirachi bo'lib olasan, turasan-da, biz kelamiz, takror gap otasan. Bu bilan ozgina gap talashib ketadigan joyimiz bor. Shu ozgina gap talashib, shu bilan ketamiz. Imkoni bormi shu narsani? Bo'ldi. Нервы бузib qo'ydi-da, просто. Все, пожалуйста. Вот смотри, соленый огурчик. Ой.
Ey, Oy, nima bor? Shu, uzr ko'rmadim. Aka 3 ta botir nechta bo'ladi? Мне страшно. Я поэтому bozorga chiqmayman. Har xil odamlar bor bozorda. Masalan, hozir men bularga yo'q deganimda, balki meni ham urib tashardi. Qayerdan bilasizlar? Mana bitta baliq bor. Нет, подожди, это слишком katta baliq. Masoch kerak. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Muzlangan, uni eritish kerak, чтобы qovush uchun. Ha, yo'q, Такой филесы yo'qmi? Bu слишком katta-da. Вот так можете порезать? Voy, вообще ko'p lekin bu. Вот так, два man, kichkina. Только этот, ichida kostочкasi bormi? Ладно, вот так kesib bering. Nech puldan? Hozir bu qizil ikra, qora ikra yeyman deb qolsa bo'ldi. Lekin qo'rqib ketdi bor. Mana urib ketdi. Yunkani urishini kutdim-da, men. Чтобы я его ударила? Ha. Ну я mundoq. Boksga boryapsan-ku. Mani ключицам singan. Здравствуйте, hozir u menga ключицamni sindirib, operatsiyani kim to'laydi? Ya'ni 3 marta yotmayman men operatsion stolga. Ну yaxshi, типа, а дальше o'zidan-o'zi вдруг резкий anaqa bo'lib qoldi-da. Menimcha, meni qizg'andi sani tipa fanating bo'lsa, yaxshi ko'rasiz. U nomer olmoqchi edi. Men baribir unga nomer bermasdim. Boya ham aytdim. Balkim hozir men ularga nomerimni bermasdan, u ham meni chiqib urib tashardimi? Berdingmi uni? Нет, конечно. Нет, конечно, voy. Menga unaqa agressivniy odamlar hayotimda. Сколько? Ну-ка, Yunkadan yana master klass ko'ramiz endi. 100 ming beraylik. 100 ming beraylik. Beraymi? Shu 100 ming. Nech pul edi o'zi? 110. 110 ming so'm. Mayli, 100 ming beramiz. Ana aka. Rahmat, kattakon, rozi bo'ling. Charchamang. Sizni duo qilib turamiz. Хорошо, har kuni duo qilaman. Yana nima kerak bizga? Menimcha hamma narsa yetarli. Zo'r shtuchkalarni. Wow. Ikkitami ulvonmanmi men? Yo'q, men bitta bermoqchiman. 50 тысяч килограмм. Что у вас, помидоры из золота? Тылодан qilinganmi? Вот красивые помидорки. Hididan biladim pomidor. И qattiq bo'lsa, свежий. Aha. Hidi nimaga? Просто anaqa hozir terilganday. Ha. Endi 15 mingga savdolashmayman, u. Mayli, qani necha pul qo'yadi? Olib necha pul qilib berasiz? Bo'lishi shumi? Cho'ti. Okaga yoqmayapsan-ku. Biz oshxonaga borib, ovqat tayyorlashni boshlaymiz. Sizlar kuzatishda davom etinglar. Ketdik. Mana biz oshxonaga ham yetib keldik. Hozir endi mana masalliqlarni ko'ringlar. Bu nima bu masalliq? Masalliq это товар. Da. Mahsulotlar. Mahsulotlar. Вот baliq. Makaroshki. Pomidor. Hozir men mashina o'zim yeymanmi? Да. Нет, makaron bo'ladi yo'q. Ha, yonida makaron bo'ladi. Nu, boshladik unda. Сначала qo'limni yuvishim kerak. Yunka qo'lini yuvish kerak. Agar Rahmat. Ey xudojonim, bismillah deb boshlayman. Baribir ichida anaqasi bor. Обычно men uyda limonni sok olaman-da. И anaqa qilaman. limonni o'zini to'g'rimi? Da, limonni siqaman, sokini olib, baliqni ichiga tiqib, mundoq qilib qo'yaman. Sizlarga qilmadim. Sizga qilmadim, потому что menimcha sizga yoqmaydi, потому что baliq o'zi tuzli bo'ladi, a limonniy sok kislый. И ular bir-biriga ajratsa, hammaga to'g'ri kelmaydi u ta'm. Поэтому sizni o'ylab anaqa qildim. Yaxshi. Misolchi mana ertaga erga tegding. Qaynay aytdi, "Keling, bugun menga ujinga ovqat tayyorlab bering" deyapti. Orqasidan desert ham bo'lsin deyapti. Nima ovqat qilasan, qanaqa desert qilasan? Ну, oilasiga qarab, agar oilada ko'p odam bo'lsa, nimadir kattaroq qilamiz. Например, медовик degan tort обязательно, потому что u katta bo'ladi. И вкусный bo'ladi anaqa. И вот, и потом ovqatga, наверное, что-то типа казан. Qo'ling bilan men qizib turgan yo'lga tegdingmi? Qizardimi, yo'qmi anaqa qildim. Mana shu butunligicha qilamizmi? Да? A buni kesmaydimi? Нет. Это же стейк. Pishadimi bu? Конечно. Не бойся. Не бойся. Cho'ti pishmaydiga o'xshayapti-da, men butunligicha ovqat yemayman-ku. Hozir mana shu pishayotgan joyda menda bitta shart bor. Так. Tipa o'yin. Так. Agar men senga savol beraman, o'sha savolga javob topa olmasang, ko'zingni boylab turib ovqat qilish kerak bo'ladi. Хорошо. Qila olasanmi? Harakat qilib ko'ramiz. Nimadir bo'lib qolsangiz, Bo'pti, ketdi. Men o'sha yunkaga savol berishni boshladim. Qaysi oyda 28 kun bor? fevral. No, har anaqa emas. Har 4 yil 29 kun bo'ladi. Viskokosniy gaz deyiladi u. Har 4 yilda bir marta 29 kun bo'ladi. A tak 28 kun. Qaysi oyda? Fevral oyida. Fevral oyida. Da.
lekin sen topolmading. Hamma oyda 28 kun bor. Нет, это g'alati. Siz savolni noto'g'ri. Men to'ppa-to'g'ri savol berdim. Kommentariyada yozinglar. Demak, sen hozir bizaga 5 minut ko'zingni yumib ovqat qilasan. Qani olib kelinglar narsa. Я не шлиса кормя. Да, пожалуйста, сейчас у меня рыба сгорит. Hozir anu usti tarafi turibdi. Vaqtga qarab qo'y shuni. Как я vaqtga qarayman? Ha, ko'ryaptimi? Нет. Zo'r, ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Kabolatdan bo'lsin kabolat. Hey. Uni kaliti bu baxtingga kalit. Hey. Da, 1,5 litrli motor ofarin. Hey. Zapravkada qiynalmas akalaring. 1,5 motor ichi bo'lmas tor. Svecha vaqtida almashsa yurar zor. Moyda qilmaydi uvol, mana tor qator. Yonkadan yangi Cobalt'ga obzor. Anu tor qator? Tor qator. Ha, Tor qator. Tor qator. Не tor qator, Ha. a tor qator. Ha, tor qator. Da. Lekin yunka populyarniy qiz bo'lib ketyapti. Qaysi jurnalda chiqding yaqinda? Seven Single Ladies. Prosta sani hayoting to'g'risida gapirib chiqishdimi yoki u yoqda men to'g'risi tushunmayman bunaqa jurnallarga. Nimaga qizlarni olib chiqishadi? Man qizlar qahramoni bo'lib chiqdim. Yosh qizlar qahramonini olib qarasangiz. Kimni qahramoni? Qizlarni, здравствуйте, menga o'xshagan qizlar nechta bor u bizlarning davlatimizda? В смысле sanga o'xshagan? Qanaqa sanga o'xshagan? Qanaqa sanga o'xshagan qizlar? Polskiy gap chiqaring. Mayli, xullas, aytaman nima uchun. Xo'p, mani ijodim deb olib chiqibdi. Toshtoman yosh qiz bola, tim более men Toshkent emasman, Samarqanddan kelib olganman. Shuning uchun ular meni ijodim bilan qiziqtirib, meni muzikalarim bilan qiziqtirib, meni chaqirdi. Это qizil baliq, это aristokratичный ovqat. Aha. Hozir o'tirib qo'yaman, bitta qo'limga vilka bilan pichoqni olaman-da. Masalan, men nasionalniy ovqatni почти yemayman. Yunka. Boshsan. Nimaga сразу ustimdan kulasiz? Men nimaga kulyapman? Sразу Просто ustimdan kulasiz. aristokratичный Сразу do'stlar-ku. ustimdan kulasiz. Nima qilib qo'ydim men sizni hayotingizga? Nima xato qilib qo'ydim? Nima uchun meni yaxshi ko'rmaysiz? Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, seni yaxshi ko'ra olmayman. Nima? Biz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Nima? Bilmayman. Qayerdan bilasiz balki? Voy, men qo'rqib ketaman. O'chir ovozingni. Baqirma menga. Bo'ldi, yumka atmayib boshqa aktrisa olib kelamiz. Ketdi. Meni balig'imni yeb ko'rsangiz, siz meni sevasiz. Oho. Undan keyin hayotingiz o'zgarib ketadi. Bu ovqatni nima deb nomlaymiz yunka? San meni dardim degan ovqat deb qo'yamiz. Хорошо. San meni dardim deyman, yaqinlashsan, tushundingmi? Davay. 1 2 3. San meni dardim degan ovqat mana tayyor bo'ldi. Ana endi iftorliga baliq yeymiz, to'g'rimi? Qani bitta ko'ringchi. U yumshoqqina pishibdi-mi? Bismillah. O'rtasidan olaymi? Hozir yana bitta. Menimcha hozir tushunmadim. Tuzi kam emasmi? Может быть, tuzi kam, я просто tuzli ovqat yemayman. Menga yoqdi. Yaxshi chiqdi. Rostdan. Lekin sizlar ham uyda qilib ko'rishinglarni maslahat beraman. Faqat ozgina tuz sovish kerak, ana. Oyijon, buni ko'rsangiz, men ovqat qilishni bilaman. Boya oyimga jo'natdim, ustimdan kulib tashladi. Videomiz tugayapti o'rtoqlar. Agar videomizdan shu joygacha ko'rayotgan bo'lsanglar, podpiska bilan like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bilasizlar, men podpiska bilan like juda ham kam so'rayman. Shuning uchun sizlar hoziroq o'tib podpiska, like bosib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lib qolgan bo'laman. Mana. Yumka ham xursand bo'lib qoladi. Yumka sen ham ketib qo'y. Iltimos, aziz o'rtoqlarim, jonlarim, asalkalarim, sizlardan podpiska va like so'ravamiz kanallariga. Ko'rsatuvimiz tugayapti. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Paka-paka. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Charchamanglar.
Xullas, yumka sangib gap aytaymi? Boya bozordagi bola bu bizani aktyor edi. Hello, my girl. Реально? Da. Aldavoslarmi? Yo'q, u bizani aktyor edi. U shunaqa qilish kerak edi. Biz sana reaksiyani ko'rmoqchi bo'ldik просто. Men уже hammaga mudrabga bo'lganini toba. Bunaqa qilish mumkin emas. Пожалуйста, ушmaylik. Iltimos. Bunaqa qilish mumkin. Поэтому вы не подрались? Da. Я реально ishonib ketdim. Siz bemalol sovdingiz. Уже men hammaga aytib chiqdim. O'rtoqlariga, o'zimning o'rtoqlarimga. Представляешь, что такая драка была, капец, трэш, как так можно, так же nельзя. Hozir o'zi oy, nimaga odamlar urushyapti. Nimadirlar deb tashlamoqchi edim. Qaysi aktyor. Вот hayotda ham blogerlarga ishonish yo'q ekan. Не надо. Какой кошмар, ужас. Сказала, мне надо было на базар идти. Ko'rasizlarmi, bozorda normalniy narsa bo'lmaydi hech qachon. Nimaga hayotda просто ozgina qiziqroq bo'lish uchun biz aktyor ishlashga qaror qildik. Uni video chiqqanda ko'rasan. Hammamiz gaplashayotgan joylarimiz hammasi bor. Voy bekorga ketmadim. Seni bitta o'zing tashlab. Bo'pti, charchamaydi, sog' bo'linglar. Endi to'shni tugadi.